Mana kechqurungi ovqatimiz. Qizim ikkalamiz mana yorug'likda, mana shu ahvolda choy ichib o'tiribmiz. Svet bo'lmasa ham mana yolg'iz ayolda mana bir kunlik topgan 50 mingiga mana nafaqa olmaymiz, aliment olmaymiz. Choy issiq qizim. Ajrashganmiz mana shu kunlik 50 ming uchun ishlab yuradi. Bir baloq mana kartoshkali ovqat qildik kechqurunga. Bu uyimizda agar bilmasam prezidentimizdan, butun xalqimizdan yordam so'rayman. Uyimizni buzmasin. O'zi bir xonali uyimiz, mana shu qizim bilan yashaydigan. Prezidentimga murojaat qilishim kerak. Endi bilmam. Asta-asta chaynab qizim. Hech kimni yordamisiz o'zim mana kredit olib, tilla taqinchoqlarni sotib mana bir xonali uy qurib olganman. Mana shu uylarga yashab yuribmiz mana bir xonali uy. Eshiklari mana o'tinlarni yoqish uchun tayyorgarlik ko'ramiz. Hozir